Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, fuqarolar. Bugun Agrobank filialimizda navbatdagi fuqarolar qabuli, tadbirkorlar qabuli. Kimda bank masalasi bo'yicha kredit masalasida masala bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ijobiy hal qilib berishga harakat qilamiz. Kimda bu masala bo'lsa, bemalol aytib berishlari mumkin. Men Balxiguzar mahallasidan Ro'ziba Muxlisa. Tikuvchilik bo'yicha 10 million kredit ajratib berishlarini so'rayman. Sharoit bor, ha? Qo'lingizdan keladi. Mahallangizga biriktirilgan mahalla bankiga uchrashasiz, zarur hujjatlarni taqdim qilasiz, bog'liq xonadoningiz bo'lganini. Bizga ijobiy hal qilib berishga harakat qilamiz. Kimda endi? Men To'ychiyev Jo'ra, Dehqonlar mahallasidanman. Biznesga ko'maklashish loyihasi bo'yicha chorvachilik uchun 17 million kredit ajratishni so'rayman. Uyda sharoit bor, yaxshi, sizlarga shu belgilangan tartibda hujjatlarni taqdim qilasizlar, mahallangizga biriktirilgan mahalla bankiga. Hujjatlarni ko'rib chiqib, kreditlarni ijobiy hal qilib berishga harakat qilamiz. Rahmat. Ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Tadbirkorlarimizga muhtaram prezidentimizda 7 sentyabr 2024-yildagi kichik biznes uzluksizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 312 sonli qarorlari bor. O'sha doirasida fuqarolarga 100 milliongacha garovsiz kredit berilyapti. 300 milliongacha o'zi beriladi, 200 millioni garov. Agar kimda misol Agrobankda hisob raqamingiz bo'lishi kerak, avvalambor 3 yil muddatga imtiyoz davri, 7 yil muddatga 3 yil imtiyoz davri bilan yillik 20%. Bizda tumanimiz 4-toifaga turganligi uchun 20%dan ko'p mablag'lar ajratib beriladi. Aylan mablag'larni ham shakllantirish uchun olishingiz mumkin. 18 oy muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish talabi shu kamida 1 yil ro'yxatdan o'tgani, faoliyat yuritayotganiga 12 oydan kam bo'lmagan bo'lishi kerak. Faoliyatdagi tadbirkorlar olishlari mumkin. Ayollar agar firma rahbari, oilaviy tadbirkorliklarda kimdir rahbari ayol kishi bo'lishi mumkin. Ularda 2% past. Ya'ni 20%dan 18%. Bu ham bir imtiyoz. Ko'proq ayollarimizni bandligini ta'minlash, ularni davlat qo'llab-quvvatlash maqsadida, endi Agrobank qilgan. Shuning uchun o'sha kreditlardan ham foydalanishlaringiz mumkin. Agar hech kimda masala bo'lmasa, keyinlari uchun rahmat.